لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Sure Al-İmran tefsiri 165. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-İmran suresi 165. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yerimiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa, mushriklardan 70 kishini o'ltirdinglar, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga hiris bo'lganliginglardan bo'ldi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Ikki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir. Ve munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir. Ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergashatdik, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Ular yoshirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Bu yana Allohning urushga chiqishni xohlamagan munofiqlarni ayirishi uchundirki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlariga, agar ular, ya'ni mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ldirilmaydi dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dab'i qilib beqinglar, agar davoyinglarda rostchil bo'lsanglar. Uhud urushida mu'minlarga kelgan musibatning sababi va hikmati to'g'risida. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yerimiga teng keladigan tursa, İbn Abu Hatim Umar ibn Hattob radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida musulmonlar Badr urushida kofirlardan fidya olganligi uchun jazolandi. Musulmonlardan 70 kishi o'ldirildi. Sahobalar qochib ketdi. Payg'ambar alayhisalomning udulchishi so'ndirildi. Beshiga kiygan temir qalpig'i beshini yarlandirib oqqan qon uning yuziga iqib tushdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yerimiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa, mushriklardan 70 kishini o'ldirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga hiris bo'lganliginglardan bo'ldi. Ya'ni sizlar kofirlardan fidya olganliginglarning sababi bilan sizlarga bu musibat yetdi. Muhammad ibn Ishaq, ibn Jurayj, Rabi ibn Anas va Suddi qatorliqlar aytqinki,
u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga hiris bo'lganliginglardan bo'ldi degan oyatining ma'nosi haqida mundaq dedi. Sizlar payg'ambar alayhisalomning o'qiyochilar o'rninglardan midirlamanglar degan buyruqiga osiylik qilganliginglar sabab bilan deganlik bo'ladi. Allah haqiqatan her narsaga qodirdir. Ya'ni Allah Taala xolig'ini bilan hukm qiladi. Uning hukmiga hech kim qarshi tura olmaydi. Ikki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Ya'ni sizlarning dushmaninglarning oldida qechishinglar, ularning sizlardan bir turkum kishilarni o'ldirib etishi va bir turkumlarini yaralandirishi Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'lgandir. Bu ishlarda Alloh taolaning bir hikmati vardır. Ve munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, Uhud kuni Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan munofiqqa agishib, yo'lning yermidan qaytib ketgan munofiqlarning kaynidan mu'minlar kelib, ularni jang maydoniga qaytib urush qilishga, musulmonlarga yordam qilishga va musulmonlar sepiga qitilishga rag'batlantirdi. Munofiqlar ularga mundaq deb javob qaytardi. Ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga agishadiq. Ya'ni sizlar bilan bir sapda turib urush qiladiq dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq deydi. Biz sizlarning urush qildiganliklarini bilgan bo'lsak, albatta sizlarga agishadiq va lekin sizlar urush qilmaysizlar. O kunda ular iymonni qaraganda kufrga yaqin edi. Olimlar bu oyatlar bilan bir kishining ahvolining o'zgarib turadiganligiga fakit keltirdi. Ya'ni ba'zi vaqtda kufrlikqa yaqin holatda va ba'zi vaqtda iymonga yaqin holatda bo'ladi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Bu oyatning qatoridan munofiqlarning urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlar agishadiq. Ya'ni sizlar bilan bir sapda turib urush qiladiq degan so'zidir. Chunki munofiqlar Quraysh kofirlarining Badr urushida kelgan musibat sababi bilan musulmonlardan necha hassa jiq bo'lib, musulmonlarga shiddat bilan urush uchun yiroq yerdan kelganligini va urushning cho'qim bo'ladiganligini biladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Urush yoshurganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Ular yoshurganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Bu yana Allohning urushga chiqishni xohlamagan munofiqlarni ayirishi uchundirki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlariga, agar ular, ya'ni mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ldirilmaydi dedi. Ya'ni bizning ularga urushga chiqmay uyda o'ltirishga bergan maslahatimizga qo'shilgan bo'lsa, o'ldirilganlarning qatorida o'ldirilmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu munofiqlarga aytganki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dabiy qilib beqinglar. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ya'ni jangga chiqmay o'ltirish bir odamni o'ldirilish yoki o'lishdan saqlab qoladigan bo'lsa, ey munofiqlar, sizlar o'lmasanglar bo'ladi. Halbuki o'lim sizlarga mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami yetib keladi. Agar sizlar yuqorida qilgan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, o'zinglardan o'limni to'sib beqinglar. Mujohid Jabir ibn Abdullahning bu oyat Abdullah ibn Ubay ibn
Salul haqida tushgan deganligini rivoyat qildi. Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan. Balki ular terik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turildi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan texi yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay terik qolgan qarindoshlarga oxiratda ne qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga ne qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Ular Allah tarafidan berilgan ne'mat va fazlini, mu'minlarning ajrini Allohning bekor qilib o'tmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shganlar. Ular, ya'ni mu'minlardan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishadi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Ular Allohning ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchramadi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh ulug' fazl egisidir. Ayni shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitdi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Shahidlarning fazilati to'g'risida Alloh taolo shahidlar bu dunyoda o'ltirilsa-mu, ularning jonlarining oxiratda tirik bo'lib, oziqlanib turadiganligidan xabar berdi. Imom Muslim Masruqning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Abdullohdan Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turildi degan oyatining ma'nosi to'g'riliq so'radik. Abdullah: haqiqatan biz bu haqda payg'ambar alayhisalomdan so'ragan edik. Payg'ambar alayhisalom mundaq deb javob berdi: ularning jonlari yeshil bir qushning po'kinida bo'ladi. Qushning arshining ostiga esib qo'yilgan qondoqlari bor. U jannatda xohlagan yerga uchib boradi. Ondan haliqi qondoqqa qaytib keladi. Ondan shahidlarning Robbi ularga qarab: sizlar bir narsa orzu qilamsizlar deydi. Ular: biz yana qaysi narsani orzu qilatdik? Biz jannatda xohlagan yerimizga uchib yursak deydi. Alloh taolo bu savolni 3 qitim takrorlaydi. Ular bir narsa so'ramasa bo'lmaydiganligini tushunib: ey Robbimiz, biz sening yo'lingda yana qayta bir qitim o'ltirilib shahidlikning hozirgidek yuqori darajasiga erishishimiz uchun seningdan jonlarimizni jasadlarimizga qaytarishingni so'raymiz deydi. Alloh taolo ularning hech qanday narsasiga hojati yo'qligini ko'rib, ularni o'z holiga qo'yib qo'ydi. İmam Ahmad Anas radıyallahu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shahiddan boshqa ajli bilan o'lib Alloh taolaning dargohida yaxshilikka erishgan har qanday bir jon dunyoga qaytish orzusida bo'lmaydi. Faqat shahid bo'lgan odam shahidlikning fazilatini ko'rganligi uchun dunyoga qaytib Alloh taolaning yo'lida yana bir qitim o'ltirilishni xohlaydi. İmam Ahmad İbn Abbas radıyallahu anhumadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Uhud urushida sizlarning qarindoshlaringlarga musibat yetib, ular shahid bo'lganda Alloh taolo ularning jonlarini yeshil bir qushning po'kinida qildi.
qush jannatning o'stanlariga keladi va jannatning mevalaridan yeydi. Arshning soyasi ostida esib qo'yilgan oltindan yasalgan qondoqlarga kelib qo'nadi. Ular yemek-ichmaklarning ajoyib shirin turadigan o'rinlarining nihoyat chiroyli ekanligini ko'rib, koshki bizning dunyoda qolgan qarindoshlarimiz Alloh taolaning bizga qilgan marhamatini bilsa edi, jihad qilishni tashlamaydi va urush qilishdan qo'rqmaydi deydi. Alloh taolo men ularga sizlarning bu so'zinglarni yetkazaman deb Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan. Balki ular terik bo'lib Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turildi degan oyatni tushirdi. Shuningdek Qatada, Rabi va Zahhak qatorliqlar bu oyat Uhud urushida o'ldirilib ketgan kishilar haqida tushdi dedi. Abu Bakr ibn Mardaviy Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhisalom man qarab, "Hey Jabir, ko'ngling suniqdek ko'rinsan-ku" dedi. Men, "Ey Allohning payg'ambari, dadam shahid qilinib, zimmasidagi qarz va bir oilani menga tashlab qo'ydi" dedim. Payg'ambar alayhisalom, "Men sana Alloh taolo bir kishiga so'zlamoqchi bo'lsa, uning faqat parda orqasidan so'zlaganligini, ammo sening dadangga 100 turani so'zlaganligidan xabar beraymi deb mundaq dedi. Alloh taolo dadangga, "Sen mendan bir narsa tilagin, men tilagan narsani beray" dedi. Dadang, "Men sendan mening dunyoga qaytarilib, sening yo'lingda ikkinchi qitim o'ldirilishimni so'rayman" dedi. Ondan Alloh taolo, "Men burun o'lgan kishilar dunyoga qaytmaydi degan edim" dedi. Dadang, "Ey Rabbim, undaq bo'lsa, sen dunyoda hayot qolgan kishilarga bu yerdagi ne'matlarni yetkazib qo'ygan" dedi. Shuning bilan Alloh taolo Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular terik bo'lib Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turildi degan oyatni nozil qildi. Imom Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shahidlar jannatning eshigining oldidagi bir o'stanning qishida bir yeshil gumbazning ichida turdi. Ularning rizqi jannatdan atigan kashda chiqib turdi. Bu hadislardan shahidlarning turlarga bo'lindiganligi, ularning ichida ba'zilarining jonlari jannatda uchib yuradiganlardan bo'ladiganligini va ba'zilarining jannatning eshigi oldidagi o'stanning qishida bir yeshil gumbazda bo'ladiganligini bilib olg'ili bo'ladi. Va yoki ularning eng oxiri to'xtaydigan yeri bu o'stan bo'lib, ular u yerga kelib jamlashib atigan va kashlik rizqi u yerda bo'lishi mumkin. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalomning mu'minlarning jinining jannatda xohlagan yerga uchib yuradiganligi, jannatning mevasidan yeydiganligi, uning ichidagi yeshilchiliklarni, shad-xo'ramlikni va Alloh taolaning jannati ularga tayyorlagan noz-u ne'matlarni ko'radiganligini bayon qilib, mundaq deydi. Mu'minning jini hatto Alloh taolo uni qiyomat kuni uning jasadiga qaytaruvchilik jannatning daraxiga qo'nib yuradigan bir qushdir. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda mundaq deydi. Haqiqatan mu'minlarning jonlari jannatdagi bir qushning shaklida bo'ladi. Ammo shahidlarning jonlari yuqorida so'zlab o'tgandek yeshil qushning po'konlarida bo'ladi. Shahidlarning jonlari shahid bo'lmagan mu'minlarning jonlariga nisbatan yulduzlarga o'xshashdir. Biz Alloh subhanahu va taoladan
bizni iymonimizda mustahkam qilishini tilaymiz. Ular Allah'ның özleriga bergan fazlidan xursanddir. Özlerining orqasidan tex yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlariga oxiratda ne qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga ne qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. İmam Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhuning ma'lum bir atigini Ma'un degan quduq beshida o'ltirilib ketgan 70 ansariyning qissasi to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom duoyi qunut o'qib, ularni o'ltirgan kishilarga beddua qildi va ularga la'nat o'qidi. Anas radhiyallohu anhu yana mundaq dedi: Rabbimizga uchrashganligimizni va uning bizdan rozi bo'lganligini odamlarimizga yetkazib qo'yinglar degan oyat tushdi. Biz o oyatni hatta o oyat amaldan qoldirilganiga qadar o'qiydik. Ular Alloh tarafidan berilgan ne'mat va fazlini mu'minlarning ajrini Allohning bekor qilib o'tmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq mundaq deydi: Ya'ni shahidlar qilgan va'dining amalga oshirilganligidan va savobning to'liq berilganligidan xush bishorat oldi va xursand bo'ldi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslama bu oyat shahidlar va shahidlardan boshqa hamma mu'minlarni o'z ichiga oladi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarga bergan savob va fazlini bayon qilsa, keynidilla mu'minlarga bergan narsalarni bayon qiladi dedi. Hamraul Asad urushi va uningga qatnashgan kishilarning fazilati to'g'risida. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shganlar. Bu ish Hamraul Asad kuni bo'lgan. Buning jarayoni mundaq: mushriklar Uhud urushida musulmonlar ustidan g'alaba qilgandan keyin o'zlarining shaharlariga qaytishdi. Ular yo'lda ketib yetib, nemishqa urushni Madinagacha davomlashtirmagandimiz, uni oxirgi qitimliq bo'lgan bir urush qilmagandimiz deb pushaymon qilishdi. Buningdan, ya'ni ularning qilgan pushaymonlaridan Payg'ambar alayhisalom xabar topdi. Payg'ambar alayhisalom ularga musulmonlarning kuchining borligini ko'rsatib, bir qo'rqitib qo'yish uchun musulmonlarni kofirlarning orqasidan qo'g'lashga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom Jabir ibn Abdullohdan boshqa Uhud urushiga qatnashmagan bir kishigimi qo'g'lag'uchi qo'shinga qatnashishga ruxsat qilmadi. Musulmonlar garchi urushda qattiq yaralangan bo'lsa-mu, Alloh taologa va uning payg'ambariga bo'ysunib jangga otlandi. İbn Abu Hatem Ikrimaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar Uhud urushidan yonganda Muhammadni o'ltirmadinglar va uning odamlarini qo'g'lamadinglar, ya'ni ularni ko'p o'ltirmadinglar yoki asirga olmadinglar. Biz nihoyatda afsuslanarli ish bo'ldi. Bu nihoyatda afsuslanarli ish bo'ldi. Arqanglarga qaytinglar deyishdi. Payg'ambar alayhisalom bundan xabar tepib, musulmonlarni ularning keyindan qo'g'lashga buyruq berdi. Shuning bilan musulmonlar qo'zg'alib Hamraul Asad yoki Abu Ayyanining quduqining qishig'icha yetib keldi. Shuning bilan mushriklar kelar yili qayt kelimiz deb qaytib ketdi. Ondan Payg'ambar alayhisalomga qaytib keldi. Bu bir urush hisoblandi. Ondan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarining chaqiriqiga ovoz qo'shganlar, ular ya'ni mu'minlardan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishidi. Bu oyat haqida Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
men Urviga ey qirindishimning bolasi, Uhud urushida payg'ambar alayhissalomga musibat yetganda mushriklarmu qaytishdi. Payg'ambar alayhissalom mushriklarning qayt yenib kelishidan ansirab, mushriklarning keyindan kim qo'g'lab chiqadi dedi. Shuning bilan musulmonlarning ichidan 70 kishi tayyor bo'ldi. Ularning ichida atang Zubayri va buvang Abu Bakrmi bor edi dedim. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ya'ni kafir tarafdori bo'lgan kishilar kafirlarning to'planganligi va ularning jiqliqidan mu'minlarni qo'rqitdi. Mu'minlar kafirlarni cho'ng bilmay Alloh taolaga tavakkul qildi va Alloh taoladan yordam so'radi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy degan bu so'zi İbrahim alayhissalom o'tqa tashlanadigan chaqda degan edi. Ve Peygamber aleyhisselam müşrikler tarafdori bo'lgan odamlar musulmonlarga ve Peygamber aleyhisselamga Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar degan chaqda dedi. Shuning bilan Alloh taolo mundaq dedi. Ular Allohning ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchramadi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh ulug' fazl egisidir degan oyat haqida Bayhaqi Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ularning saq salomat qolganligi Alloh taolaning ularga bergan ne'matidir. Bir karvon ularning qishidan o'tgan edi. Bu haj mavsumi edi. Payg'ambar alayhissalom u karvonning mollarini setib olib, uningdan nurg'unlagan foyda oldi. Ondan uni foydani sahobalarga ulashtirib berganligimi Alloh taolaning ularga qilgan katta fazlidir. Ayni shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitdi. Ya'ni shu so'zni deguchi shaytondir. U sizlarni o'zining do'stlaridan, ya'ni kafirlardan qo'rqitdi va sizlarga ularning kuchli ekanligi orqali qo'rqinch soladi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Ya'ni sizlarga shunda qo'rqinch solsa, sizlar menga tavakkul qilinglar va mendan yordam so'ranglar. Men sizlarga kifoyadirman. Ularga qarshi sizlarga yordam berguchidirman. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Alloh bandisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uning yordam berishga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitdi. Alloh gumroh qilgan odamni hech hidoyat qilguchi bo'lmaydi. Alloh hidoyat qilgan odamni hech ozdirguchi bo'lmaydi. Alloh g'olib, dushmanlarini jazolaguchi emasmi? Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhisizki ular Alloh yaratgan deydi. Aytqinki, agar Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dab'i qilishga, ya Alloh menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'lalarmi? Qodir bo'lalamdi? Menga aytib beringlarchi, aytqinki, menga Alloh kifoyadir. Aytqinki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qilg'ichilar uningga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengisizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Ular shaytonning qo'shunidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shuni ziyon tortquchilardir. Alloh Lavhul Mahfuzga men
ve mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Kimiki Allah'ның diniga yordam beradigan, albatta Allah uninga yordam beradi. Ey mu'minlar, sizlar Allah'a, ya'ni Allah'ның diniga yordam bersanglar, Allah sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam beradi. Qadiminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Shak shubhisizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Al-İmran tefsirinden 175. ayetkiçi anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inşallah. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.